Keyin mana uyimizning ko'rinishi mana devori oxirgi taraf joyidan uyga qaradi, mana hovliga qaradi olinyapti mana. Bu yog'i mana fundament bilan yopilgan, mana shunaqasi o'rab olasizlar. 10 sotix joy bo'ladi. Katta mana hovlimiz. Kelajakda yana quraman desalar, mana bu yoq tarafdan baniya bu narsa ko'xni yana qursalang bo'ladi, qo'shimcha xonalarni. Endi o'zlaring bilasizlar ya'ni. Narxini ham juda egasi opa ayol kishi juda osmonda aytdi. Hozir gaplashib, tushuntirib, variantlarni hamma hisob-kitobini qildirib, narxlarni chiqartirib, arzonga gaplashib qo'ydim. Faqat narxini men aytmayman. Shu opaga aytdim, shu narxni o'zingiz aytasiz, kelishaverasiz dedim. Endi o'zi bilan chiqib gaplashasiz. Telefon nomerini qo'yamiz. Kimga qiziq bo'lsa, mana Rossiyada bor podpischilarimiz bor, Koreyada bor, mana kuzatib turganlar. Yana Amerikadan ham bolalar telefon qilib qoladi, +1 bilan boshlanadimi, bir narsalar bilan boshlanadi. Kuzatib turganlar, mana olaman desalar, mana yo'l ustida tayyor joy bor. Hozir bu yerlarda 35 milliondan sotilgan ekan sotixlari. Endi sotixini hisoblaganda 350 million bo'ladi. Yana kelishtirib, mana uyda gaplashib olasizlar. Hisoblab ketdik mana biz. Narxini chiqarib qo'ydik. Opani o'ziga aytib tushuntirdim. Men opa bilan gaplashasizlar.